qanaqangiki qiyinchiliklar kelmasin, boshingizga hayot tugagani emas. Hayot biz oxirgi nafasimizni olganimizda tugaydi. Ungacha biz kurashishimiz kerak. Toki biz qiyinchilikda ekanmiz, demak Xudoyimni nimadir sizga katta tayyorlagan sovg'asi borki, shunchaki sizda hali o'shanga arziydigan darajaga kelishingizni istayapti Xudoyim. Kelgan sinovlarga qarshi turaveraylik, kuchli bo'laveraylik, o'zimiz ustimizda ishlayveraylik, chunki loyiq bo'lsakkina berar ekanda Xudoyim. Bir xamirni non bo'lish jarayonida bug'doy aytar ekanda, "Voh, go'zal pishdim, sap-sariq bo'lib" desa, uzib ketishar ekan. Keyin olib borib, "Bo'ldi, qutuldim shekilli" desa, chegirmon toshning ichiga otib yuborishar ekan. Qarsillatib, ezib, maydalan un bo'lib, oppoqqina bo'ldim, ajoyib bo'ldim desa, shu suvni quyib mushlashni boshlashar, urib. Nega bular meni buncha urar ekan, bu azob nima ekan deb urib bunday chiroyli qo'ygandan keyin boya xamir aytar ekan, bo'ldi, endi qutuldim desa, shu 100 gradus isib turgan tandirga qarsillatib yopishar ekan. Allohlar. Bu nima ko'rgulik deganda shu go'zal non bo'lib chiqar ekan-da boyaga. Aytganingiz to'g'ri demoqchim. Hayot bizni keyingi bir nimalar uchun tayyorlab, bizda eng yaxshi variantimizni o'rtaga chiqaradi-da. Masalan, biri yaxshi gilam to'qisa, biz aytamiz, bu gilam to'quvchilarning eng zo'ri deymiz-ku. Biri insonligini qancha go'zallashtirgan bo'lsa, bu ham Allohni eng yaxshi ko'rganlarining biri deymizda o'shanday. Qani? Agar pul ishlayman, davlat topaman deb tashvishda yurgan ukalarimiz, do'stlarimiz bo'lsalar, bir narsa aytmoqchiman. Tasavvur qiling, sizning yoningizga ukangiz yoki jiyaningiz keldilar. Yosh bola, 3 yoshli, 4 yoshli bola keldi. Tog'a, dada yoki aka, menga pul bering dedilar. Qancha deb so'radingiz? 1 million so'm dedi. Shu 3 yoshli bolaga 1 million so'm pul berasizmi? Yo'q, bermaysiz. Nima uchun? Chunki uni ishlatishga aqli yetmaydi hali deysiz. Bu tayyor emas bu 1 million so'mga. Men 50 ming so'm deb berishingiz mumkin. Men 20 ming so'm deb berasiz, o'ziga yarashasini berasiz. Agar siz ham hozir Xudoyimdan qaysidir darajadagi pullarni so'rayotgan bo'lsangiz va u pullarga hali erishmagan bo'lsangiz, hayotingizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsangiz agar, bu deganiki siz u pulni hech qachon ola olmaysiz degani emas. Hali u vaqtga yetib kelmadingiz. Shunga loyiq bo'lsak, Xudo xohlasa biz shu sinovlardan o'tsak, shu qiyinchiliklardan pishsak, beradi Xudoyim. Aqlimizga kelgan bo'ydan pullar beradi. Abdulla, sizga ajoyib suhbat uchun rahmat. Avvalambor Istanbulga xush kelibsiz. Yana kutamiz. Katta rahmat sizga. Samarqandga borsam albatta siz qilayotgan loyihalarni ko'rgan boraman. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa taklif qilaman hali. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Dilkash ko'rsatuvning maqsadi shu. Qahramonlarni tanitish. Rahmat sizga. Millatga o'zini qahramonlarini tanitish. Biz qahramon desa, har doim endi tarixga qarab qahramon qidiramiz. Otlarning ustida chopib yurgan, qilich qalqon bo'lib, hozir zamon boshqa. Bugungi qahramonni shakli, shamoili, surati ham boshqa. U qilayotgan ishlar ham mutlaqo boshqa ishlar. Biz u qahramonlarni hech tanimasligimiz ham mumkin. U hech bizni ko'zimizga ko'rinmasligi ham mumkin. Boya aytganimizdek, u tashqi ko'rinishdan unchalik jozibador bo'lmaslik, jazb qiluvchi ham, ko'zga lip etib brilliantdek tashlanmaslik, ammo u eng to'g'ri hayotni yashayotgan biri bo'lishi ham mumkin. Sizni ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Alloh qalbingizda nima ezgu niyatlaringiz bo'lsa, amalga oshishiga o'zi yor bo'lsin, yordamchi bo'lsin. Oiz baxtingizga sog' bo'lsin. Farzandlaringiz sizni ko'zingizni, qalbingizni quvontiradigan farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Alloh sizni amallaringizni ham bu dunyoda, ham u dunyoda o'zi uchun manfaatli qilsin. Boshida bir hikoya bilan boshladim. Namozni hisob berish jarayoni bilan solishtirdim. Aslida mo'minlarning o'zaro suhbatlari ham ana shunday hisob berish jarayonidir. Buni bekorga nima qilmadim va siz hayotingizdagi ayrim narsalarni sizga eslatish orqali o'zingiz bilan o'zingiz bir nevi hisoblashing va keyingi darajaga ko'tarilishdan oldingi bir sarhisobday qabul qiling degan ma'noda eslatgandim. Bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimiz ham buni o'zlari uchun qilishsa foydadan xoli bo'lmaydi. Xush kelibsiz. Katta rahmat sizga. Katta rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Do'stlar, bugungi suhbatimizni mana shu yerda yakunlaymiz. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganing doimo panohida bo'ling.
mulohazalaringizni, fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Agar muhim savollar bo'lsa, u yerda biz yana Abdullohdan u savollarga javobni istaymiz. Hozir YouTube'da shunaqa bir nima bor. Ovozli javob yuborsangiz, biz u yerga yuklashimiz mumkin. Rahmat. Odamlarning savoliga siz o'zingiz javob berasiz. Sizga bu uncha qiyin bo'lmaydi. Yo'q. Tabriklar qismidan bor. Shunaqa rahmat. Sog' bo'lasiz. Katta rahmat. Rahmat.